video qo'shib Hmm. Yo, what's up guys? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Offset'dan mission ishlab ko'ramiz. Hop, unga boshladik. Hop, biz missionimizda birinchi hop, IP ni oldim. Missionimizni. Demak, bizda IP'miz mana bu, ya'ni 192.168.2.78 IP'dagi targetimiz va uni biz buzib o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop, undan oldin biz o'zimiz uchun hop, demak, birinchi qiladigan ishimiz nmapni sken qilish bo'ladi. Demak, nmap php agar php dash qilib sken qilib qo'ysak qancha vaqtimiz ketarkan bizada? Tushunarsiz 0.1% tarmoq tezligi past. Demak, butun bor uchun tarmoq tezligi past 5 sekundga tortdi. Demak, nmapda 65.535 ta portni sken qilmasdan va tanish va top portlarni sken qilamiz. PHP 80 portni 943 HTTPS 22 SSH misol uchun 33 06 MySQL ishlayotgan bo'lishi mumkin. 21 FTP 21 FTP ning bu ham FTP va o'zida qanaqa portlar bor? 25-portni sken qilishimiz mumkin. Hop, demak, shu portga yetadi IP ni beramiz. Va hozir biz bu IP ga bu portlarni hech qanaqa agressiv va version sken qilmaymiz. Negaki uzoq vaqt olib ketadi va biz hozir aniqlikka tekshiramiz. Demak, bizda ochiqlikda open, ya'ni SSH ochib, HTTP ochib, qolgan portlar yo'q. Balki 65.535 ta port ichidan, ya'ni qaysidir portni ochib bo'lishi mumkin. Men uni oxirgi pejda nmap sken qilib qo'yaman. Top portlarni sken, hamma port sken qilsam IP ga. Hop, demak, nmapda u misol uchun yashiringan bitmagan portlarni topadi. Hop, demak, bizda HTTP ishlab turibdi, 80 portda SSH va biz HTTP ga o'ziga sken qilib ko'ramiz. Demak, nmap PHP 80 portni o'zini sken qilaman. Agressiv tarzda va agressiv tarzda sken qilishni bo'ladi deyish option. Bu trace rootlarni sanaydi, ya'ni o'sha IP gacha bo'lgan nechta hoplar soni va mana shu 80 portda nima ishlatilib turibdi, HTTP ning qanaqa versiyasi, qanaqa misol uchun web server ishlatilyapti, keyin operatsion sistemani aniqlaydi va o'zini skriptlariga tekshirib ko'radi va sken qilishni boshlaymiz. Demak, agressiv sken 80 portni sken natijasini ko'ramiz. Demak, u sken qilganicha 80 port bo'lsa HTTP webga ishlab turadi brauzerda va uni brauzerda ochib ko'ramiz. Demak, IP ni o'zi shunchaki brauzerda ochib ko'raman. Demak, qizil bannerda so simple hech qanaqa yashiringan inputlar qolmagan. Hop, Ctrl C qilib source koddan ko'ramiz va hit qismida deyarli hech narsa yo'q. Title va body qismida ham style berilgan, background red va oddiy img va kommentariy berilgan. Va kommentariyada shuni tushuntiryaptiki, bitta manimcha hech narsa yo'q va hech narsa topilmadi. Hop, HTML versiyasi yozilgan. Nima? Hozircha aytadiganimiz. Demak, bizda shu sahifa ochiladi, default sahifa sifatida. Nmap resultimiz ham chiqib kelgan. Hop, biz nmap resultda shuni ko'rishimiz mumkin. Port 80 TCP da ishlab turibdi, state holati ochiq, servis qanaqa servis ishlab turibdi, ya'ni HTTP versiyasi version Apache HTTP 2.4.41 versiyasida ishlab turibdi. Demak, Ubuntu. Targetimiz Ubuntu. Linux Ubuntu distributiondan foydalanyapmiz. Demak, hech qanaqa domen biriktirilmagan va mana
saksoninchi portni fuzzing qilamiz, ya'ni directory forcing qilamiz. Demak, Govaster tooldan foydalanamiz. Govaster nima qiladi? Govaster ko'p optionlar bor. Subdomainlarni aniqlaydi yoki directory forcingni foydalanadi. Demak, dir optionni foydalanamiz. Buning ma'nosi directory forcing va dash u optioni bilan URL beramiz. Demak, http hop IP ni beramiz. Va dash w bilan word list, ya'ni qaysi word listdan foydalanib directory forcingni amalga oshirsin. Demak, user ichidagi dir ichidagi word list ichidagi common text juda ko'p foydalanadigan word listimizni va enterni bosamiz va kutib turamiz. Demak, 4613 ta wordsdan har bittasini mana bu URLning oxirgi qismiga qo'yib so'rov yuborib ko'ryapti. O'sha so'rovda 200 status kod va 403, 300 va shunga o'xshash odatiy status kodlarni bizga chiqarib beradi. Va hozir internet target bilan uzilib qoldik. Manimcha bog'lanish bor, lekin o'rtada uzilib qolamiz. Internet juda past, VPNimiz VPNni ko'rib olamiz. Hop, VPN ishlab turibdi. Lekin internet tezligi juda past. Hozir birdaniga ko'rga qo'yganim turamiz. Va video cho'zilib ketmasligi uchun men shu joyni pauza qilib turaman. Hop, Govaster resultimiz ham errorlar bilan bosib ketdi. Jenior bir internet testidan. Hop, internet bilan bog'lanish bo'lmay qolgan paytda Govaster o'tganliklarda targetda internet uzilib qolgan paytda shunaqa error messajlar chiqib qoladi va resultimiz ham sal xunuk ko'rinishga kelib qoldi. Hop, mayli, e'tibor bermaymiz. Va biz Govaster qilganimizni tushundik. Bizada 403 status kodli hidden faylni ko'rsatyapti va default doim chiqadigan fayllar bizada index.html bu hozirgi turgan mana shu page. Endi boshqa ko'rsatyapti. Bu yerda hammasi error, messagelar error o'sha hech qanaqa fayl topilmadi va server status nomli mana default page topildi. 403 status kodli va mavzuli faylda. Hop, demak 301 status kodli WordPress sahifasi aniqlandi. Hop, yaxshi. Demak, biz aniqlashtirib oldik. Targetimiz WordPress texnologiyasidan foydalanilgan ekan. Va hozir sal keyinroq WordPress haqida gaplashamiz. Hop, demak, WordPress sahifasini ochib olaman. Demak, ochildi. Bitta o'zini o'sha index.php fayli ochilyapti. HTML bilan endi bu yerda qiziqarli narsa bor ekan. Xo'sh, qanaqadir input qismlarida SQL injection aniqlanar ekan. Hech qanaqa syntax error message chiqmadi qo'shimcha tirnoqqa. SQL injectionga hozircha e'tibor bermaymiz. Va biz targetimizda nimada ishlab turganini bilamiz WordPressda. Buni mana bu sahifasida o'zi aniqlasak bo'lardi. Ya'ni Visualizer nomli tool bor, brauzer o'zining ichki tooli va uni ishga tushirganimizda bizda targetimiz qanaqa texnologiyadan foydalanayotganligi aniqlanadi. Ya'ni WordPress ishlab turganligi, Ubuntu operatsion sistemadan foydalanganligi, WordPress 5.2 versiyasi MySQL dan foydalanilgani, lekin bizda 3.0 ya'ni MySQL port ko'rsatilmadi web skanda. Balki MySQL o'sha Ubuntu serverida ya'ni
tashqi tarmog'idan ulanish o'chirib qo'yilgandir va boshqa texnologiyalar ko'rsatilyapti. Apache, ya'ni HTTP server shaklida ko'rsatilyapti. Mayli, endi texnologiyani oldik, sahifani topdik va biz endi demak WordPress haqida endi gaplashamiz. WordPress nima? WordPress bu o'sha developerlar, ya'ni dasturchilar, front-end va back-end dasturchilar ishini qulaylashtirish maqsadida ishlab chiqarilgan texnologiya va bu front-endda hech qanaqa HTML, CSS kod yozmasdan yoki bo'lmasam PHP kodlar yozmasdan turib o'zini admin sahifasi mavjud va uni kontentlar va boshqa sahifalari bor va uni yozinglar brauzerdan search qilib WordPress search qilib nimaligini ko'rmasak bo'ladi. Demak, WordPress bu dasturchilar foydalanadigan texnologiya. Demak, bu bizaga front-end qismini qurishimizda yengillik yaratib beradi. Demak, kattayam foydali. Xo'p, demak, front-endda ishlab turibdi va WordPressda ishlab turibdi, to'g'rirog'i. Demak, WordPressda bizada default sahifalari bor. Qanaqa default sahifalari? Misol uchun, admin sahifasi bor, yoki bo'lmasam content sahifasi bor va mana shu WordPressda default sahifalarini aniq bilamiz. Demak, admin sahifasi ochiqmikan yoki hech qayerga redirect qilinmayaptimi? Admin sahifasiga kirib ko'ramiz. Hop, demak, internetimiz juda past. Demak, admin sahifasi ochildi. Yaxshi, hech qanaqa bekitilmagan bu sahifa admin sahifasi. Admin. Doim agar sizlar maslahatim qanaqadir targetda pentest qilayotganingizda target texnologiyasi WordPressda ekanligini aniqlab qolsanglar, birinchi adminni tekshirib ko'ringlar o'sha search qismida. Admin yozasizlar, agar ochilsa, okey, yaxshi. Admin sahifasi topildi. Agar ochilmasa, u qayerdadir bekitilgan, keyin boyaga govazdir qilgandek qidirib chiqishinglarga to'g'ri keladi. Demak, bizda default ochiq ekan va admin sahifasiga topdik. Hop, bu yoqda default credentiallarni sinab ko'raman. WordPress default credentiallari, ya'ni agar administrator tomonidan sozlanmagan bo'lsa, o'zi kirib ketardi va bizda error message turadi. Endi admin password tekshirib ko'rishim mumkin. Bunda ham kirmadi. Shart emas. Hop, demak, endi WordPress uchun ataylab ishlab chiqilgan VPS Scan nomli tool bor va u WordPressni ichini fully scan qilib chiqadi. Qanaqa? WordPress qanaqa pluginlardan foydalanyapti, ya'ni WordPressning o'zining shaxsiy pluginlari bor-da. Misol uchun 2020 yoki boshqa qanaqa pluginlardan foydalanyapti yoki credentiallarini qayerga joylashtirgan. Misol uchun config PHP fayllar bor. O'sha umumiy texnologiyani scan qilish natijasida information gathering qiladi va userlarni enumerate qilib beradi va keyin uni userlarni ustidan brute force amalga oshirsa bo'ladi VPS Scan tool orqali. Demak, VPS Scan bizda demak, VPS Scan toolni yozamiz. dash URL optioni bilan URL beramiz. Xuddi Govasirda ishlatganimizdek, demak, http triple t bo'lib ketdi. Demak, http option demak, IPni yozamiz. 192.168.240.78. Hozir sizlar IP bilan cheklanib qololmaysizlar. Bizada default sahifasi index.html bizda nima ishlab turdi? Shunchaki simple nomli oddiy HTML va oddiy rasm joylangandi va hech narsa yo'q. Bu yerga WordPress yo'q. Ya'ni WordPress texnologiyasi mana shu sahifada ishlatilmagan. Va bizda qayerdan boshlab ishlatilgan bo'lsa WordPress sahifasi, o'sha yerdan boshlab scan qilishni boshlaymiz. Yo'qsa VPS Scan'da error message chiqishi mumkin, ehtimoli bor. Demak, bizda WordPress sahifasidan boshlab WordPress qurilgan. WordPress nomli sahifasiga o'tib olamiz. Shuni enumerate qilsam, dash
menu nimani yuzerlarni sizda qanaqa yuzerlar ishlatilganligi 5p bilan plaginlarni 5t optionni demak beramiz va sken qilishni boshlaymiz. Demak 5 determine UA demak 5 embedded options besh shart emas ekan demak yana uryapti. Sken qilish boshlandi. Sal tutyapti. Bugun internet juda sekin. Kutamiz. Ping bor. Desktop. WordPress ishlaydi. Hop HTTP URL berdim. WordPress skenga ishlash URL. Syntax sayt o'qidim. Mana bu qismda virguldan ajratib yozish kerak ekan. Hop mayli. Va qaytadan sken qilamiz. Unchalik internet fast. Internet tezligi bunaqa. Hop, negadir ishlamayapti. Mana shu kommentni kopiyalab qolaman. Va shellni 5 ta bo'lganligi uchun ZTC-ga o'tib olaman. Yangi shellga va paste qilib foydalanishga tushirib ko'raman. Linux'ni juda ko'p yangilanishlar va update'lar bo'lganligi va Metasploit'da ozgina muammo chiqqanligi sababli Bundle ishlamay qoldi. Gmail shuni izohlashim kerak. Troubleshooting qilamiz. Demak, nimaga ishlamayapti? Kelamiz. Hop, mana tashqariga chiqib ko'raman. Open source'dan qidirib ko'rdim va bizda ba'zi kamchiliklar bo'ldi. VPS skanda endi ba'zi opsiyalar qo'shishga qaror qildim. Bizda force ya'ni force majburlab aggressive sken qilamiz. Detection mode shu modini aggressive skenda amalga oshiramiz va enter tugmasini bosamiz. WordPress to'g'ri ishga tushdi. Targetni aggressive scanner qilyapti. Loglarni ko'rsatib mumkin. Hop. Demak, bizda XML RPC WordPressda o'zini fayllardan biri XML RPC PHP default fayllardan bittasi, xuddi WordPress login PHPga o'xshab. Hop, keyin readme HTML shu bo'lgan WordPress default fayllardan bittasi, uploads bor. Web content ichida, lekin web contentga kira olmaymiz. Negaki hali biz admin paneliga o'tmadik.
Kontent bo'limiga o'tishimiz uchun avval admin paneliga o'tib olishimiz kerak. Hop, Chrome PHP bor ekan yana bizada. Tak, ancha uzilib qoldik. Harakatimiz future. Demak, ping bo'lyapti, faqat bir sekin. Ha, ishladi. Hop, demak, taxmin tahlil qilishni davom etamiz. Demak, bizada versionlarni ko'rsatyapti. O'sha 5.4.2 bu Visualizer'da ham chiqargandi. Pluginslari haqida, ya'ni WordPress'da pluginlarning ro'yxatini chiqarib beryapti. Enumerate qilishni boshladi. Simple Start Solution nomli pluginlar bor ekan. Odatda aytmoqchim kerakki, WordPress mashinani yoqmasdan targetga WordPress ishlayotgan bo'lsa, WordPressda pluginlarni saytida ko'p uchraydigan pluginlarni har yili ko'p CV'lar aniqlangan. Va bizada pluginlarni ko'p chiqamiz. Demak, birinchi plugini CV aniqlangan ekan, tekshirib ko'ramiz. Hop, brauzerimni orqali negadir Linux brauzerimni ishlamaydi. Demak, mana shu pluginni WordPress plugin exploit deb search qilsanglar, yoki bo'lmasam CV deb unga chiqqan exploitlar yoki CVlar chiqarib beradi. Misol uchun, CV 2025-yilda o'tgan yili 3874 ID'li CV chiqqan ekan. Mana shu plugin ekan. Ko'ramiz, agar ishlasa ishlatib ko'ramiz. Power internet source katta ehtimol bo'lyapti. Yaponiyalik dunyoga olganmiz. Hop, social power figure nomli yana bitta plugin aniqlandi. Demak, nechta plugin bor o'zi? Demak, ikkitagina plugin bor ekan. Va mana shu ikkita plugindan exploit qilib ko'ramiz. Hop, bu first plugin export deb search qilaman. Hop, endi bu yerda endi nima bo'lyapti? Biza yuqorida agressiv scan qildik. Nimalarni? Userlarni, ya'ni WordPress mana bu admin deb o'zimiz default user kiritdik-ku, o'shanga o'xshash userlarni enumerate qilishga harakat qilyapti skenimizni, pluginlarni sken qilyapti. Hop, manimcha template bo'lishi kerak, katta ehtimol bilan hozir esimda yo'q. Hop, demak, mana shu chiqarayotgan resulti, ya'ni uzr, bizada zim, ya'ni nima deb tarjima qilardi hozir? Ya'ni sahifa deb tushunsak bo'ladimi? O'sha zimlarni har bitta bizada mana bunaqa 2020 nomli zim bor. Bu juda tanish WordPressda, ya'ni WordPress machine ishlaganinglarda juda ko'p yo'lingizdan chiqadigan zimlardan bittasi. Misol uchun WordPress admin sahifasiga kirganingizdan keyin revershal, misol uchun PHP revershal shu zimsni ichiga yozib revershal olib ketsanglar bo'ladi. Demak, 2019 bor ekan bizada, 2020 ham bor edi. 2019. Demak, result chiqdi. Hop, buni WordPress scan bitta zo'r jihati menga yoqadiki, har bitta scan resultni alohida o'zi bo'lib olib chiqaradi. Misol uchun boshida databizlar haqida qidirishga harakat qilgan, WordPressni versiyalari va shunga o'xshash
WordPress'da default fayllarni qidirgan, sochigan, keyin plaginlarini enumerate qilishga harakat qilgan. Demak, bizga ikkita plagin topilgan. Ko'p bilan ajratib keyin theme'lari, ya'ni themes identified debdi, ya'ni theme'larni enumerate qilyapti. Endi esa userlari, ya'ni mana shu admin user biz yozib ko'rdik-ku. Bunda ham admin nomli user bor ekan, yaxshi, okey. Keyin max nomli user bor ekan. Yaxshi. Demak, mana shu userlarni aniqlashga harakat qildi va topdi. Ikkita user bor ekan. Max va admin. Endi biz bularni parolni bilmaymiz, lekin brute force qilsak bo'ladi. Demak, bizga topilgan narsa ikkita. Admin va max va bu yerdan CV'mizga search result chiqmadimi? Shundan o'ylayman. WordPress'da mana demak, mana bu CV'mizda hatto ExploitDB'da e'lon qilingan ekan bu CV'mizda Remote Code Execution 3.5 ikkinchi versiyasida WordPress'ni bizda qaysi versiya aniqlandi? Hop, bu plaginni hop ko'ramiz. Nomi social nomlaydi. Social bundagi. Bunda medium darajadagi CV, ya'ni bu sayt haqida tanishtirib o'taman. NIST sayti har yil e'lon qilingan CVlarni bizda CVSS bo'yicha ularni belgilab chiqadi. Ya'ni CVSS bu har bitta CVning darajasi desak to'g'ri bo'ladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, darajasi. Low, medium, critical shunga o'xshash. Shular bizda 6.5 medium 3-versiyasida, 4-versiyasida dash yo'q. Demak, uncha xatarli CV bo'lmasa kerak. Demak, ikkinchi versiyasida ham yo'q, faqat 3-versiyasi CVSSning 3-versiyasida medium nomli skor berilgan. 6.5 skor natijasi 6.5. Height bizda adashmasam 9 dan baland edi. Demak, ExploitDB'ga kiramiz. Nima bo'lgani firewall bizani cheklab qoldi. Qaytadan qilamiz. Agar kirmasa kalendani qo'yamiz. Demak, birinchi exploitimizni foydalanib ko'rsak bo'ladi. Uncha description WordPress simple shopping cart, WordPress vulnerable and score with direct version of sent, including randomization, key. Demak, attackers access to store shopping carts, links, Discord, comments. Hozir ko'rsak bo'lar ekan. Demak, WordPress uchun oddiy xarita va jazb plagini foydalanuvchi tomonidan boshqariladigan kalitning tasodifiylashtirilinmaganligi sababli 5.1.3 ga qadar bo'lgan barcha versiyalarda bevosita to'g'ridan-to'g'ri obyekt ma'lumotnomasiga nisbatan zaifdir. Ya'ni bizada plaginlarni foydalanuvchi tomonidan boshqariladigan kalitlar. Ya'ni har bitta boya gaplashdik plaginlar haqida. Mana plaginlarni aniqlandi bizda. Mana shu plaginlarni keylari mavjud ekan va mana shu keylari randomized qilinmagan, ya'ni tasodifiylashtirilmaganligi sababli 5.1.3 versiyaga doir zaifligi aniqlanib ekan. Mana bunisiga kiraylikchi. Remote Code Execution. Demak, mana bu Social Warfare nomli plaginida WordPress'da 3.5.2 versiyasida RSA bor ekan, Remote Code Execution. Hop, RSA qanaqa zaiflik? Hop, biza Remote Code Execution uchun URL qismida yoki bo'lmasam URL qismida o'zimizdan misol uchun Python server yoqib turib, qanaqadir
reverse.shellmi yoki bo'lmasam exploitni Python serverida shart qo'yib, brauzerdan o'sha targetni URLdan bizada o'sha PHP qismida kod bajartirsa bo'ladi. Ya'ni bizada local file inclusion zaifligi bor. Ya'ni LFI, keyin yana LFI, RSA, misol uchun log poisoning zaifliklari bor. Mana shu ya'ni har bitta zaiflik bo'yicha tushuntirib o'taman. Log poisoning zaifligida loglarni web suite'da o'sha tutib turib, ularga ketayotgan so'rovlar, misol uchun har bitta ketayotgan so'rov loglar saqlanadi. Hop, o'sha har bitta ketayotgan so'rovni web suite'da uni edit qilib turib, unga reverse shell yozib turib, reverse shell olsak bo'ladi, web shell. Yoki bo'lmasam LFI bu o'zi brauzerda har bitta misol uchun mana shu exploit.db veb saytiga kirganimizda u o'zini sahifalari ichidan exploit sahifasini ichidan 52.346 sahifasini ochib ko'rsatyapti. Agar mana shu sahifasida yoki bo'lmasam LFI bo'lsa, biz orqadagi fayllar yoki bo'lmasam umuman web rootni orqasidagi tizim fayllarini ko'ra olsak, bu LFI bo'ladi. RSA esa bu remote code execution va unda biza boshqa, misol uchun o'zimizning attackerni dasturlardan foydalanib, ya'ni bizani dasturimizni u target ishga tushiradi. Remote boshqa kompyuter desak bo'ladi yoki bo'lmasam boshqa hostni dasturlardan foydalanishi tushunsak bo'ladi. Demak, unga doir exploit yasalgan ekan. O'sha exploitni foydalanamizmi yoki aylanib o'tsak bo'ladi. Exploitni hozir install qilib, internet barbada sekin ishlayapti. Demak, Pythonda yozilgan exploit ekan. Nimalar bor bizada? Mana reverse shell olishga harakat qilgan qismi 5 ta va mana bu qism bo'lsa, mana aniqlandi. Ya'ni target URL va admin sahifasida, agar biz admin sahifasiga o'ta olsak, userni enumerate qilgan holatda admin post php nomli fayli bor ekan va uni cwp debug nomli parametrida load options and beribdi, ampersand belgisi bilan boshqa parametrga payload URL. Ya'ni mana shu parametrida mana shu uzun 3 ta parametr ko'rsatyapti hozir bu yoqda. cwp debug, load options, cwp URL. Mana 3 ta parametrida remote code execution nomli zaiflik bor. Biza mana bu payload URL deb yozilgan. Bu yerga o'zimizdan URLimizni ham berib turib, qanaqadir payloadimizni ishga tushirsak bo'ladi targetda. Nimaga bunaqa zaiflik qoldirilgan deb o'ylashingiz mumkin. Tahlil qilsak bo'ladi. Misol uchun admin sahifasi dedik. Misol uchun hop. Ssenariy tuzish juda yoqadi menga. Misol uchun adminda odatda doimo serverlarda yoki bo'lmasam kompaniyada bo'lmasligi mumkin. Serverlarda bir qanaqadir configurationni o'zgartirish kerak bo'lsa, misol uchun admin o'zini ularga ketgan desak, hozirda turib o'zini o'sha saytida boshqarsa bo'ladi. Ya'ni o'zi bitta kod yozadi kompyuterida va Python server yoki bo'lmasam global server yoqib qo'yadi va o'sha o'zini saytidan so'rab mana shu parametrga IPsini beradi va o'sha dasturni beradi va ishga tushiradi. Ya'ni hech qanaqa serverga borib turib, faylni yuklab, flashga o'tkazib yoki bo'lmasam olib ishga tushirmaydi. Ya'ni borish shart emas. Istalgan joydan turib o'zini fayllarini yana ishga tushirish uchun menimcha qoldirilgan bo'lsa kerak.
Hop, mayli. Demak, shuni ishlatib ko'ramiz va men buni bitta tekstual faylga saqlab qo'yishim kerak. Node ochilgan, notepad, notification'ga e'tibor bermaysizlar. Hop, demak, mana bu yerga saqlab oldim va birga ketib o'taman. Hop, demak, bugungi userlarni admin panelimizga kirishimiz kerak va mana shu ikkita userni brute force qilamiz VPS scan orqali. Demak, mana shu bu yerga bu yer endi kerak emas. Mana bu joy kerak emas. Demak, endi VPS scandan foydalanamiz va yana url http 192.168 240 78 IP WordPress sahifasini hop endi xo'sh bizada dash u parametri bilan user beramiz admin dash katta p optioni bilan bu xuddi gidraniki o'xshab ketadi, kichkina bersak kiritiladigan qiymat va katta harflar beradigan bo'lsak u word list va bizada word listimiz mana shu yerda roki bo'lishi kerak. Rokidan foydalanamiz. Hop, ishga tushiramiz. Demak, dash u'da xatolik bor. Syntax qidirib ko'ramiz. Demak, how to brute force to WordPress there using VPS and tool in Linux. Hop, demak, moddan o'zgartiruvchi. Xo'sh. Mana. Demak, VPS scan dash url dash u optioni bilan user file va katta u ekan. Mana shu katta u bo'lishi kerak. Men u'da xatolik qilganimizdan ko'rsatdi. Katta u'dan foydalanib ko'ramiz. Demak, ishga tushdi. Hop, endi mana shu kodni olib turib Max uchun ham ko'ramiz. Maxni brute force qilamiz. Yana ochib qoldim targetimizni. O'sha nmap shart emas, chunki biz nimadan foydalanishni aniqlashtirib oldik. Aytmayman. Pingni ko'rsam, ping ketyapti, lekin scan ishlashda juda tushadi. Iltimos, video cho'zilib ketadi axir. Tushuntiribdi endi. Mana, endi boshlandi menimcha. Hop, agar bunaqa tezlikda bo'lsa, Tokyo'ni bilamiz, 60 qanchaga 14,5 millionta paroli bor. Hozir agar xudo ko'rmasin parolimiz o'rtaroqda bo'lib qolsa, ancha vaqtimizni olib qo'yadi lekin. Mayli, ishga tushishdan o'zi bu ham ishga tushdi. Bir xil tempga ketyapti. Demak, kerak sahifasini o'chirib tashlayman. Tamam. Demak, ungacha hali eksportdan qanday foydalanish ko'rib tursak bo'ladi. O'quvchi narsa. Ben ko'rishim.
Tanlov. Mayli. Qanday foydalanib tushunoldik. Demak, mana shu sahifasi demak, mana bu yergacha kopiya qilsak bo'ldi ekan. Va bu yerga xo'sh, o'sha o'zimizni IP adresimizni ham beramiz. URLimizni to'g'ri HTTP bilan va fayl beramiz albatta davomida. Ya'ni o'sha revershal fayl u remote code execution bilan uni ishga tushiradi. Bizdan olib foydalanib turib. Demak, bizaga mana bu yerda revershal faylni olib tursak bo'ladi. Demak, fayl o'zimga olaman. Exploit'dan bu yerda brute forcing bo'lyapti. Demak, ROPU aytganimdek 14,344,391 word listdan 284-ga ketdi. Hozir sen pastroqda bo'lsin deya hop enter deyib nom nima edi? So simple. Demak, so simple nom bilan saqlangan deb qo'yaman. Demak, bu yerga kira olamiz. Demak, hech narsa yo'q. Bu yerda nima bilan asosiy bo'ladi. Bu qanaqa ekan? 5 variantda saqlayman. Xo'sh. Reload txt. Demak, txt fayldan reverse olishga harakat qilishyapti ekan. Manimcha oldidagi mana bu yoki pre qismi bo'lganligi uchun ishga tushilaveradi. Hop, demak, txt fayl yaratirganman bu yerga. Demak, reverse shell.txt nomli ichiga payloadimizni yozamiz va mana shu yerga attacker IP. Ya'ni o'zimizning IP'miz. Mana VPNga bog'langanligi uchun Opsec'ning VPN'iga va mana shu IP'ni yoza olaman. 192, 168, 45, 205. Demak, portimizni qaysi portdan listen qilamiz? Hop, mayor import 42. Hop, 42 dan shallows. Ctrl O, Ctrl X va saqladik. Hop. Demak, bizda parol aniqlandimi? Qolib hop. Suvlar ketgandan keyin soatga qarab hop. Boshqa bo'lsa pentest jarayonini mana shunaqa oqlantirsanglar qiziqarli o'tadi.
shunday aytib olmoqchi parolda Massachusetts Constitution usually stop through parol aniqlanganda qaytaman. Tinchlik yaratgan damlarimiz keldi. Parol aniqlandi. Finally, Max user'ini topgandik. VPS scan'da ya'ni userlar enumerate qilgan paytda adminni va Max'ni topgandik va bizga Max'ni brute force natijasi chiqdi. Ya'ni Max'ni paroli OpenSesame nomli parol ekan. 5960-qatorda ekan. Rokuda. Adminniki hali ham aylanayotibdi. Balki parol bo'lmasa ham kerak Rokuda. Xo'p, demak parol aniqlandi va muvaffaqiyatli bo'ldi va biz Max'ga login qilamiz. Login. Save qilmayman. Questda video kachesi xuddi buzilib ketayotgandek ko'rinyapti. Kachesi yaxshi bo'lsa ham xo'p, mayli. Biz WordPress'ni admin paneliga muvaffaqiyatli qilib oldik. Ya'ni boshida aytganimdek WordPress bu texnologiya bo'lib, uni o'zini admin sahifasi bor va bu admin sahifasi bizada exploitimiz qaysi sahifada edi? Xo'sh, demak bizada bu admin sahifasining ichida admin post.php ning ichida CWP debug parametriga RSA bor, ya'ni remote code execution zaifligi bor. Demak, mana shu zaiflikdan foydalanamiz. Adashmasam notda ham olganman bu narsani. To'xtang, birinchi bu narsani edit qilib olishimiz kerak. Xo'p. Demak, bizda o'zimda fayl yozib oldik. Revershell.txt. Demak, mana shu bezda men Python server yoqaman. Demak, Python -m http server Python server yoqamiz. Demak, 8000-portda. Demak, Python server yoqib oldim. Shu portda demak IP adresini birinchi aniqlab olishim kerak. Chanarsa IP adresi portda ko'rinib turibdi. Xo'p, mayli. Demak, IP'im mana bu joyni edit qilaman. Menga bu shart emas. Ya'ni CWP URL ga o'zimni URL'imni berishim kerak. Ya'ni http:// IP adresi 168.45.205. Demak, 8000-portimda Python server yoqib qo'yganman va fayl nomi mayli. Reverse shell.txt faylni execute qilsin mendan olibdi. Demak, chozolamiz va mana shu qismni olaman va URL ga beraman. Va bu yerdan 4 portimizni adashmasam netget uchun qo'shgan edik. Xo'p, demak netget uchun
bitta page ochib olaman. Demak, rl wrap bu olingan shellimizni, ya'ni scroll qilganimizda odatda netgetda olingan shellni scroll qilinganda g'alati narsalar chiqib ketib qoladi. O'sha narsani oldini olish uchun va historyni ushlab turish uchun yordam beradi rl wrap. Netgetda -nlvp, ya'ni listen qilsam numeric verbose verbose ma'lumotlarni chiqarsam qaysi portimizda 4 portimizda, demak netget listen yoqib qo'ydim va adashmasam copy qilgandim va mana shu qismga beraman. Web admin o'chirgan sababim tushundinglar, to'g'rimi? Ikki marta web admin bo'lib qolmasligi uchun. Demak, full phrase berdim va ishga tushiraman. Demak, bizda get so'rovi ketdi. O'sha reverse.shell.txt key status kod bilan bizani faylimizni olib oldi. Shell keldi. Shell kelmadi. Faylda xatolik bor. Hop, mayli. Faylda olamiz. So simple olaman. Get reverse.txt nima xato bo'ladi? Javob bo'ladi. Qismga bitta narsa qilib ko'rsak, o'zi ishlaydimi yo'qmi? Nano reverse.txt va mana shu yoqqa birdaniga reverse yozmayman-da. Biz bu yoqda sistem, ya'ni operatsion sistema komandlarini ishga tushiruvchi qismda mana shu screenshot. Mana shu qismga komand yozib qo'yaman. Bu ham aytgan. Va Ctrl X bosaman. Va bizga result chiqishi kerak. Qaytadan ishga tushiramiz. Demak, ishlab turibdi. Refresh beraman. 3W deydi. Ya'ni result chiqdi. Reverse shell txt imizda ishlayapti. Ya'ni bu yoqqa 5C qilib reverse shell komand yozmadik-da. Shunchaki qo'ymaydi deb yozib qo'ydik. Ya'ni men kimman? Men 3W deyman va ishlatgan komandimiz, ya'ni operatsion sistema komandi, Linux komandi ishga tushdi. Muvaffaqiyatli. Yaxshi. Tushungansiz? Endi targetda reverse shell olishi mumkin bo'lgan qanaqa dasturlar bor? Misol uchun netgetmi yoki sh o'zidami yoki zsh mi bilmadim. Tekshirib ko'ramiz. Buning uchun yana nano qilaman, reverse shell txt va tekshirib ko'rish uchun men which netget deb yozaman. Ampersand belgisi bilan yana bitta dastur yozishim kerak. Agar netget chiqmasa-da which misol uchun sh dan reverse shell olsa bo'ladi. Ctrl X saqlayman. Qayta ishga tushiraman. Demak, sh ham bor bizda. Netget ham bor. sh da ham shell olsa bo'ladi. Netgetda ham. Ikkalasi ham bor. Okay, so. Demak, netgetda shell olamiz. Nano reverse shell txt. Demak, bu yerga netgetda reverse shell kodini yozaman. Netget optioni bilan, ya'ni olib borib bersam nimani? Win5 dasturini ICIPga, ya'ni men IP'mga, attackerga 168.45.205 ga u attacker qaysi portdan listen qiladi? 4 portdan. Shuni 4 qilaylik. Qiziq. Mayli. Demak, netgetda test optioni bilan shellni Win5ni olib borsam 4 portiga mana shu attackerning IP'si. Demak, Ctrl X ishga tushiramiz. Okay, bitta narsa xato qildim.
Netget'te listni yoqmadim. Yana bitta pej ochib olib, Arel Brab voyaga ishimizni qilamiz. Arel Brab Netget dash NLVP to'xta etib bordim va qayta ishga tushiraman. Shell kesin deb turdim, afsuski kelmadi. Hop, boya 5 ta shell bo'lmadi. Demak, tizimda 5 yo'q. Tizimda shellni aniqlab olishim kerak. Men qanaqa shellda ishlab turibdi? Esingizda bo'lsa, default environmentdan ko'rishgan eho shell environmenti tizimdagi bu qaysi shellda turganini ko'rsatadigan Ctrl X va ishga tushiramiz. Qaysi shell ekan o'zi? Nega ishlamayapti? Yana getbol ketdi axir. Reverse shell txt eho shell ishlamadi. Hoplaydi. Endi hali netget qolmadim, yana yozaman. Netget faqat umumiy pezani beray. Demak, lich netget deb yozganimda peza nima edi? User bin netget. Demak, full peza bilan reverse command yozaman. Demak, user bin netget lich option yana bin sh ni endi sh ishga tushirib ko'ramiz. 192.168 45 205 IPga, ya'ni attackerga, iSportga, Tortlet portiga Ctrl X shuni ishga tushirib ko'ray. Arab yo'qolgan, adashmasam yo'qolgan. Yaxshi. Nanodan chiqib ketmayman. Aylanib qoldi. Kelmadi. Hop. Tak, user bin netget sh web shells ko'ramiz. shdan shell olish ko'ramiz. Ya'ni web shells nomli sayt bor. Unda hamma reverse shell uchun payload yozilgan. Shells saytiga o'tamiz. Hop. Demak, IP adresini to'g'ri yozaman. Demak, 45 205. 4 ga yetib oldi. sh shell option kopiya qilamiz va Ctrl saqlaymiz va qaytadan ishga tushiraman. Shell kelmadi. sh dash c option beraman. Yana sh deb yozaman. Bu ishonch hosil qilish uchun, ya'ni agar shellni qanaqaligini bilmayman, misol uchun qanaqa shellda ishlab turganimni ko'ra olmadim bo'yi. Agar shell qanaqa bo'lgan taqdirda ham mana sh degan binary dastur bor o'zi, shell dastur va dash c bu mana shu sh ning nomidan, mana shu dastur nomidan qaysi dasturni ishga tushirsin degan dash command optioni bor. Va bu yoqqa qo'sh tirnoq bilan commandni yozaman. Hop, demak, Ctrl beraman. Refresh. Syntax error. Demak, sh t-string expecting xatolik ko'rsatyapti. Demak, netgetda shell bo'lmadi.
Hop, open source'dan kirib ko'ramiz. Hop, BusyBooks, Netget'dan foydalansak. Oh, shell keldi. Ya'ni Netcat ba'zida ishlamaganda BusyBooksdan foydalaniladi. Hop, demak, bu Revershell saytidan oldim. Bu Revershell command va shell olindi. Shell olingani mana bu uncon nomi bilan keladi ba'zida. Hakerlar buni ko'rganda bir boshqacha his bo'ladi-da. Hop, mayli. Shell olindi. Shell to'g'ri. Demak, script -qc bin5 demak, shellni to'g'irlab oldim. To'g'ri. Boya ishlasam bo'lardi shellni. Demak, endi hozir shellimni 5 ga o'zgartirib yubordim. Qulay bo'lishi uchun. Hop, ls deb yozaman. Bu yerda nimalar bor? Oho, o'sha anaqa WordPressning default dasturlari, default PHP fayllari. Va orqaga beramiz. Kelasi yana orqaga. Xullas, home'ga o'tamiz. Nimalar bor? Qanaqa yuzerlar bor? ls. Hop, bizda bor yuzerlar Max va Steven. Yaxshi. Steven, hop. ls -ls qaysi biriga kira olaman? Hop, ikkalasiga ham kira olaman. Maxga kirib ko'ramiz. ls -l. Hop, demak, Maxda user flag topildi. Biz qilib user txt'ni o'qiymiz. Bu offset'ni o'ziniga permission denied. Qaramabman. Read permission yo'q ekan. Manga o'qolmayman user flagdan. Hop, mana bu local txt, uni offset qilib ko'rsak bo'ladi. Bunday flag bo'lishi mumkin. Bu flag topildi. Demak, offset'ni talab va qoidasi tizimda ikkita flag bo'ladi, root va user flag. Va user flag topildi. Endi root flag topish kerak. Root flag topish uchun privilege escalation, ya'ni huquqlarni oshiramiz. Hop, uning uchun bizda nimalar bor? Birinchi cron tabni ko'ramiz. Ya'ni har bitta pentester yoki haker yoki red team xodimini tizimdan shell olgandan keyin birinchi privilege escalation uchun o'zini fokuslarim bo'ladi va men o'zim fokuslarim sinab ko'rdim. Demak, focus deb noto'g'ri aytdim. Plus cron tablarni ko'rib olamiz birinchi. Ya'ni har bitta boshlaydigan ishi tushunsak bo'ladi. Cron tab ko'rib olaman. Hop, default cron tablar va hech narsa yo'q. Yaxshi. Demak, o'zi home'da nimalar fayllar bor? History devnaliga yo'naltirilgan, ko'rib bo'lmaydi. Kerak fayllar, default, built-in dasturlar. .ssh bor ekan. .sshda bilamiz nima? IDRC keylab turadi. Kirib ko'ramiz .sshga. Demak, ls nimalar bor? IDRC key bor. IDRC key bilan ssh. To'xtangchi, ssh -i qaysi userimiz? Max user bilan ssh-a idrs, ya'ni ssh-i optioni idrs key berib tizimga login qilish uchun foydali, ya'ni parolsiz idrs Max useriga
kirdim, localhost chunki o'zi tizimdamiz. Hop, yes, fingerprintga. U biza endi Max usermiz. Demak, tizimda 3WT da servis user va eng kam privilege'ga ega user. Ya'ni deyarli privilege'lari yaramaydi hech narsaga va biza hech bo'lmaganda bitta userga o'tib oldik. Demak, Max degan user. Bu sudo guruhi bormi ekan ko'raylikchi. Sudo backup. Sudo guruhida bor ekan, sudo guruhida. Demak, sudo komandani, ya'ni servis komandani parolsiz no password Steven nomidan, ya'ni Steven user nomidan ishga tushira olar ekan. Demak, servisni biz GTF obyektdan ko'rsak bo'ladi. GTF obyekt nomli sayt bor. Sayt orqali nimalar qila olamiz? Ya'ni tizimda misol uchun SUID dasturlar topsak tizimda, ya'ni root nomidan ishga tushadigan yoki bo'lmasa qanaqadir user nomidan ishga tushadigan SUID dasturlar topsak, ular orqali qanday privilege escalation amalga oshiruvchi nima deydi, kodlar komandlar berilgan bo'ladi. GTF Opens o'tda RevShellsga o'xshab. Hop, GTF Opens ochib olaman. Serverlarimizni aytishyapti. Demak, 5 dan 19 ta vaqt cho'zib ketdi, ochani aytaman. Internet ustunligi sababli. Hop, demak, servis deb search qilaman va servis nomli dastur bor ekan. GTF Opensdan foydalansa bo'larkan. Demak, servisni mana bunaqa ko'rinishda foydalanganimizda bizada demak shell olamiz. Misol uchun qaysi user nomidan foydalanishimizga ham bog'liqda u. Misol uchun agar hozir mana bu yerda no password root bo'lganda, hozir birdan root bo'lib ketardik mana shu dasturni ishga tushirgan holatda. Hozir biz mana shu dasturni, ya'ni servisni bin sh, ya'ni shell sifatida ishga tushiramiz va kim nomidan, Steven nomidan parolsiz sudo komandasini ishlatgan holda va o'shanda Stevenga o'ta olamiz. Demak, birinchi buni kopiya qilaman. Demak, sudo -u optioni bilan user beramiz. Qaysi user nomidan bu dasturni ishga tushirsin? Demak, Steven user nomidan ishga tushirsin mana bu narsani. Demak, Steven bo'lsa katta ehtimol bilan qo'yaman. Demak, Steven. Yana shellimiz mayli. Shell turaversin. Bizda shell ko'raylik. Bu dastur topildi. Demak, rootni nomidan ishga tushira olsak bo'lar ekan parolsiz. Server health.sh dasturini. Demak, dasturda o'zi nima bor? Dasturni ko'rib olaylik-da. Edit qila olamiz ham hozir. Read write permission bormi? -l. Demak. Such file directory what cannot access yo'q. Demak, nimaga access? Hop. Endi bitta ko'rsak ham such file directory ko'rsatdi. Ya'ni bunaqa fayl yo'q. Balki o'zimiz yaratamiz. cd opt tools nomli folderga o'taman. And to opt tools bin sh da shell to'g'ri olamiz. tshqc bin bash terminal. To'g'ri oldim. Endi voy Jamerson. Hop, shu dasturni ham ko'tarib olmadim. Nimaga? Hop, mayli. Eho.
5 yozaman. Shunchaki yo'naltiraman mana shunga. Ya'ni nima qilyapman? Ishtagan 5 nomli dastur bor va bu sh dastur, ya'ni server house.sh nomli va uni ichiga 5 nomli so'zni yozyapman. Uni ishga tushirganimda bu sh dasturi va ichidagi so'zni ishga tushiradi va ichida 5 nomli dasturni ishga tushiradi va uni ishga tushirganda man root bo'laman. Ya'ni root nomini ishga tushirsam agar o'sha sudo dashlda ko'rgandik-ku, ya'ni nima edi? No password root nomidan, ya'ni root nomidan parolsiz ishga tushira olamiz. Va buni yozaman. Demak, close no such file directly. Nega? Shu airportda yozib qo'yman. Mavzuga ishlatdim, ovoz yozyapti. Vimda yozib ko'ramiz. Vim dasturini beraman. Va bu yerga tushunarsan. Hop, Vimni ochib oldim. Bu yerga shebang o'sha bash scriptingdagi boshlang'ich komment bin bash bash vim vimni ishlatmaganman ancha ekan. Hop, vimni ishlatish haqida bitta yozib ko'raylik. How to use vim. Nanoda qilsam ham bo'lardi. Nanoda shaldan chiqib ketish ehtimolimiz katta, shuning uchun. Demak, vim faylini enter I keys. Demak, insert mode edit, press key switch insert mode. Insert hop ask save and exit. File JSON. Shellni uzib ketdim. Shelldan uzildim. Qaytadan shell ochib ko'raman. Qaytadan shell oldim. Hop, script dash qc bin dev now ssh fayl olib bordim. On cd kimni ichidagi userimizni ismini bering. Max ichidagi ichidagi o'lchamirsan. Paydo ichidagi id pastgacha tushaversa Max useriga localhost tanlansin. Hop, localhostdan ulanishni berdim. Fingerprint yes. Sudo dash all. Hop, demak, qilamiz. Sudo dash u Steven oxiriga bin 5 demak bin 5 demak
Steven, Steven, 5. Demek Steven. Endi mana shu Stevendan turib yana yozishga harakat qilishim kerak. OPTga o'tib olay. Nega qolibdi? Chiqarsin. Hop, mk1 birinchi sudo 5l. Demak, tools nomli folderga server nomli health.sh nomli executable fayl yaratishimiz kerak. 5 fayl. Va bizada OPTning ichida hech narsa yo'q. Va men boya ishlamagan, echo ishlamaganining sababi tools nomli folderni o'zi yo'q. Demak, tools nomli folder yarataman. Chekiraman. Endi echo bilan qaytadan yozib ko'ramiz. 5 yana 1. Mana bu faylga. Demak, yozildi. Va ichi yozildi. Sudo nuqta bitta ishga tushiramiz. Demak, command not found. Hop. Demak, echo bin5 beramiz. Demak, kontaktlani bosib oldim. Demak, saqlandimi? Saqlandi. Sudo server command not found. Ya'ni permission bermadimi? Chmod +x chmod beraveramiz. Endi sudo slash ishga tushiramiz va root yozamiz. Finally. Oxiri rootga chiqdik. Endi rootni homidagi root.txt ni o'qib qo'ysak bo'ldi. Ikkita flag topildi. Hop, demak, bugun sizlar bilan WordPress'dagi zaifliklarni, WordPress'dagi yuzerlarni qanaqa qilib VPS scan orqali enumerate qilishni hamda WordPress'dagi o'sha pluginlardagi sertifikatlardan qanday foydalanish kerakligini va privilege escalation'da ba'zi bir dasturlarni qanday foydalanishni o'rganib oldik. Kanalimizni kuzatib boring. Yaqinda ochdim o'zi. Like va podpiska bosishni unutmang. Xo'sh, demak, tugatsak ham bo'ladi menimcha. 1 soatlik video ketibdi. Sog' bo'linglar.